Assalomu alaykum, hurmatli mening aziz kuzatuvchilarim, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga yaxshi kayfiyat. Qadrli do'stlar, iftordan so'ng, ya'ni og'iz ochardan so'ng, albatta biror bir shirinlik iste'mol qilishga xohish bo'ladi yoki bo'lmasa, nimadir shirinlik ichishga. Men qahvani juda xush ko'raman hamda qahvani kunda yo bir marotaba yo ikki marotaba iste'mol qilaman va mana shu ro'za vaqtida ham uni kanda qilmayman va bugun sizlarga qahvani boshqacha tarzda, foydali bo'lgan tarzdagi bir usuli bilan tanishtirmoqchiman. Buni albatta ko'pchilik bilsa kerak. Odatda biz qahvani yoki turkada yoki maxsus mashinkada, qahva mashinkasida tayyorlaymiz. Lekin bugun boshqacha usul, ya'ni menga asosiy mahsulot bu holva. To'g'ri, holvali qahva tayyorlaymiz bugun. Mana holvani solamiz maxsus idishga. Bismillahirrohmanirrohim. Ana endi issiq o'sha qaynoq sutimizdan solamiz. Oson yo'li va qahvani o'zini olamiz. Bir xil avval qahvani damlab, keyin bu usulni bajarishadi. Men esa shu topni o'zida qahvani solaman, o'zimga qulay bo'lgan xohishimga qarab. Ana endi buni yaxshilab blenderda o'tkazib olamiz. Qadrli do'stlar, holvani hidini sizga aytib bera olmayman. Juda ham bir xushbo'y hid, ana shu holvani hidi umuman boshqacha. Shuning uchun albatta barcha yeguliklarimizni yeb bo'lib, sekin qahvani ham damlab, shirin suhbat qurishga ne yetsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qahvaga shakar solish shart emas. Ana shu holvani shirinligi mana shu qahvada mujassam bo'lgan va albatta yaratgan egam bizga in'om etgan mana shunday mo'jiza xurmo bilan baham ko'rsak, ham ko'ngil yayraydi, ham salomatlik uchun juda foydali, ham zavq shavqqa berilib bu hayotning mevalaridan bahramand bo'lasiz. Qadrli do'stlar, barchangizga faqat yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi omadlar bo'lsin. Hech ham yomonlik bo'lmasin, umringiz ziyoda bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yana ko'rishguncha xayr.